Hammaga assalomu alaykum akalar. Indovutkalar sotiladi. Jami 16 ta. Shu ko'rib turgan o'rdaklar sotiladi. 4 ta xo'rozi bor. 4,5 kilo atrofida. 7 ta tulak makon bor. 5 ta mayski jo'jalar bor. Общий 16 ta indovutka shular sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, xo'rozlar, unalar bo'ladigani 200 mingdan. 4 ta xo'roz. Bo'ladigan joyi 200 mingdan. Tulay makonlar 100 mingdan. Bo'ladigan joyi. Uni mayski jo'jalar bor. Ana bittasi. Ana bittasi. Ana bittasi 5 ta mayski jo'ja bor. Ular bo'ladigani 50 mingdan. Kimga qiziq bo'lsa, profil ustida Telegramimiz bor. Shunga murojaat qilaverasiz. Manzil Farg'ona shahar So'x tumanida. Dastavka kerak bo'lsa, dastavkalarni kelishib qolsak, dastavka ham qilib beraveramiz. Bitta jo'jani bitta jo'jani yoshligida nima mushuk qanotini yeb qo'ygan bir qanotli. Qolgan hammasi sog'lom, bir qanotli xolos. Qolgan hammasi sog'lom. Mana kimga qiziq bo'lsa, Telegramga o'tib yozaverasizlar. Hammaga rahmat.